qarang, hattoki chaqaloqlarni oldin bilasizlar, tili dada deb chiqardi. Chaqaloqqa dada deb qo'ying, dada deb qo'ying, dada deb qo'ying. Siz chaqaloq da deyorardi. Hozir beshikda o'tgan chaqaloqni qulog'iga telefon qo'yib, "Ala deb qo'ying, ala deb qo'ying." Ala deb qo'ying, ala deb qo'ying. 3 oylik bola. Ala deb qo'ying, ala deb qo'ying. Dada qachon kelasiz deb qo'ying, deb qo'ying. O'zi aytaman, bolaga ayttirmoqchi. Qachon kelasiz deb qo'ying, deb qo'ying, deb qo'ying bola. Chaqaloqning tili allo deb chiqyapti. Kelinlar, onaxonlar e'tibor beringlar, kelinlarga, qizlarga. Chaqaloqqa alla ham aytmay qo'yibdi hozir. Allani telefondan qo'yib beryapti ekan. Chaqaloq beshikka belab qo'yarkan bunday qilib. Telefonni beshikka osib qo'yarkan bunday qilib. Chaqaloq maza qilib uxlayapti, telefondan Habibaxonim aytgan alla ketyapti. Telefonga yozib olganda, 3 oylik chaqaloq maza uxlayapti va telefondan alla ketyapti. Alla aytay Canım balam quloq solgin Allah. NBK Studio.uz desa chaqaloq. Bola qo'rqib ketdi. NBK nima qilyapti Allahning ichida? Uyda yana kimdir bormikin deb o'ylayapti bola meni. Bechora yana sekin ko'zi yumilsa, shirin Allam tinglab asta orom olgin Allah. Eng sara va hit qo'shiqlar. Faqat NBK Studio.uz portalida. Siz chaqaloq. Tushunib qoldi nima bo'layotganini. Bechora bola uxlayolmasdan qo'lini beshikdan hamda qasddan yechib, telefondagi muzikani o'chirib, telefonni bezukka qo'yib qo'yib keyin uxlayapti mana. Ona Allahni birinchi kupletda qotib qolgan beshikka osilgan. Ota ishdan charchab kelib, xizmat doirasidan tashqarida bo'lib yotibdi mashina bilan. Biz yoshligimizda oqshom ertalarini ko'rib uxlab qolardik. Hozirgi bolalar oqshom ertalari ko'rmaydi, ha? Oqshom ertalari bo'lardi, ertaga aytib, multfilm qo'yib berardi 10 minut. Hozir oqshom ertalari bolajonlarga bo'lsa, bobojonlarga qo'yib berish kerak hozir. Mana aziz bobojonlar va momajonlar. Ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi o'rnimizdan turib, tishlarimizni yuvib, nabiralarga xayrli tun tilab, joyimizga kirib uxlaymiz. Bular hali internet o'ynash kerak. Telegram o'ynash kerak. O'yin o'ynash kerak telefondan. Tanga teradigan o'yinlar bor. Qop katta odam telefon nima qilyapti ekan desa, shu o'yinni o'ynab o'tirgan bo'ladi. Shunaqa o'yin bor. Orqasidan uchib. Bu kasalligi bu. Mana talabalarni ko'ring endi. Rolta yeb o'tiribdi, yonida iPhone. O'zidan pulni iqtisod qilib, shu telefonni sotib olish kerak. 4 millionga. O'zidan pulni iqtisod qiladi. Telefon sotib olish uchun, masalan, avtobusga ham chiqmay qo'yadi. Shat piyada ketib boradi. Telefon olish kerak-da. Studentlar, talabalar ishlatgan zoomli pastani ko'rganmisizlar? Zoomli pastani idishi mandaqasiga siqilib, turib, qopqog'i mashina bo'lib qolgan. Lekin o'shani ham tashlab yormaydi. Shuni oladida pastdan tepaga qarab siqadi mashina.
bo'g'ziga olib kelib chiqmasa, barmoq bilan tepaga qarab itaradi mana shunaqa qilib. Shunda ham chiqmasa, og'ziga olib kelib desa, bir yuvishlik bor-da o'sha yerda. Lekin o'shani ham tashab yuborish yo'q. Qaychi bilan orasidan qirqib, orasini ochib, shotka bilan shunday qilsa, yana bitta yuvishlik bor-da. Bo'shagan shampunni idishini tashab yuborish yo'q. Ozgina suvdan quyib, qopqog'ini yopib, nima qiladi? Ha, mana qilganlar bor ekan, deb aytadi. Yaxshilab chaypab yuborasiz-da. Kallani bitta ko'pirtirib olasiz. O'sha ko'pik yetadi keyin. Qarang, talabalar yotoqxonasiga qushamin qurmaydi. Ulardan nonvoq ham chiqmaydi-da. Dasturxonni bilan to'plab turib, yine nonvoq yeb o'rmaydi. Talabalar yotoqxonasida yurgan tarakani ko'rsangiz, bunday hech narsa yo'q bechora. Bunday turadigan mo'ylov bunday bo'lib qoladi. Agar sho'ro-poroga tushib qolsa, olib shimi-shimi otib yuboryaptilar. Maqsad o'sha telefonni sotib olish. Qarang, bitta telefon 4 million. Eng zo'r televizor 2 million. Opti. Yemay, ichmay to'plab opti. Olgan kuni orqa cho'ntagiga savobdi-da. Bir joyga borib, bilmasam, skamakaga shunday o'tirgan ekan. Qars etibdi-yu. Va talaba ham, xudoyim. O'zing asra. Ish qilib umrt ham singan bo'lsin. Achinasizda endi 4 million ha. Hazlakam gapmi bitta telefonga 4 million. Mana 200 ming so'mlik telefon ham shu ishni bajaradi-yu, alo bajaradi-yu. Shu shartmi endi? Endi biz foydalanamiz-da aka, siz tushunmaysiz-da bu narsalarni. Zamonni orqada qolib ketibsiz. Tiling zamonmi shu? Tiling. To'g'risi. Mana haligi erkaklarda bitta odati bor. Kechqurun uxlaganda so'tib telefonni xotindan yashirib yotadi. Chunki hamma sir o'shaning ichida-da. Yozdi kuni ham bezukka qo'yib cho'ntagiga solib sportivga ko'rpa ko'rib yotadi bajaqa. Bu yoqda xotin hayron. Dadasi? Ko'chada odamlar maykada terlab ketyapti. Nima, ko'rpa ko'rib yuraymiz siqib. Bugun bolalar bilan cho'milgani bor edi, sen shamollabmanmi bilmayman. Parvo qilmay uxlayver kiribman. Yaxshiman. Qarasa terlayotganmish. Dadasi terlayapsizmi? Ha, ishtimam ko'tarilyapti-da. Bir terlasam yaxshi qo'y shamollashib ketadi. Uxlayver, parvo qilmay bor. Endi bilasizlar, telefonni bezukka qo'yib qo'ysa, vibratsiya beradi, birontasi telefon qilsa. Hozirgi telefonlar taxtakashlar ham katta. Uni vibratsiyasi poldiq bilan o'tyapti. Shu payt telefon bo'lib qolgan ekan, er yotgan joyda qaltirab qolibdi. Xotin nima dedasi deysiz? Nima bo'lyapti sizga desa? Ha, xotin sudurgi bo'lyapman shekilli deyapti. Hozir 6 taga o'tib ketadi. Ha, o'tib ketdi ana bu. Dadasingizga ham qo'rqib ketdi, meni qo'rqitmang, nima bo'lyapti sizga desa? Yana boshlandi. Ming marta aytganman bunga. Nima bo'lyapsiz? Meni qo'rqitmang. Qo'rqma, sudurgi bu. Sudurgi. Sudurgi emas u, kuydirgi bu, kuydirgi. Erkaklar xotiningizdan telefonni yashirib nima qilasiz? Foydasi yo'q. Chunki bu xotinlar uxlab yotgan paytingizda printni ham ko'radi, nabirnini ham ko'radi, neprnitiga qilib ko'radi bular. Ha, yashira olmaysiz. Siz telefoningiz antennasi hech narsa emas, ayollarda antenna zo'r ishlaydi. Ularda svyoz zo'r, mana shunday ishlab turadi. Kim eri bilan urushyapti, kim qiz chiqaryapti, kim o'g'il uylantiryapti, hammasini bilib turaman shu. Ulardan antennasi berib oldi ham oladi mana shunaqa.
Sho'tam o'chmaydi, yuk ulangan mashina qilib. Qarang. Bir ayol ko'chada tursa, mahallasidan bir juvon o'tib ketibdi ekanda. Hali juvonga qarab, "Ha, Qodirjon, yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi?" So'yga juvon atrofga hech kim yo'q. Menga aytyapsizmi? Ha, senga aytyapman, Qodirjon. Desa, "Voy, opa ko'zingiz shopa bosib qolganmi?" Hech qachon ayol kishi ham Qodirjon bo'ladi. Meni ismim Anya, men tug'ilganimda Anya edim, hozir ham Anyaman, opam. Desa, "Baqirma. Seni ismingni butun mahalla biladi. Yerim seni so'tiy telefoniga Qodirjon deb yozib qo'yibdi." Erkaklar sir ochilib qoldi. Yana o'zicha parol qilib qo'yishadi. Nodir usta. Komil santexnik. Muzaffar zapchas deb yozib qo'yishadi bunaqa. Shuning uchun juda ko'p oilalarda haligi janjaliga ham so'tuv telefon sabab bo'lyapti ekan. Hozir kelinlar sepiga ham so'tuv telefon qo'yib beradi. 3 kun o'tmasdan uyga telefon qiladi. "Ali oyijon, qaynanam to'mrayapti. Qaynisinim to'mrayapti." Sonrasi ham o'zing ham shalpayakkan bo'lsang kerak-da, bolam. Eringni mahkam usha, bolam. Eringni mahkam ushlasang, buni o'tkazsang hammasi yo'ling yuradi. Qarang, hattoki turmushga chiqqan qizi telefon qilsa, yuragi bezilib qolgan ota-onalar bor. Ko'tar, qizing qilyapti. Ko'tar. Sen kampirami, men ko'taraman. To'yda yarmini ko'tardim, ko'taraman. Ko'tar, yana kim bilan urushdikkan bu? Ey, ko'tar, o'zingiz ko'taring. To'xta, 1-2 marta qilsin, keyin ko'taramiz. Bir haftalik kelin hovli supurmasmishda. Alo, Guli, alo, Nazosh, alo, Azosh. Alo, Sabah, alo, Havo. Qaynanasi, voy tavba, chol. Bu kelinlar hovlani supurardi. Supurmayapti-yu. Desa, "Ha, qo'yavering, ana shu o'tida puli tugasa chiqar." Hali sepiga deb 50 ming tashlagan bo'lsa kerak-da endi. Gaplash bo'lsin, keyin paynet qilmaymiz. Puli tugasa chiqadi o'zi. Sen bunga aytmasak bo'lmaydi. Sen qo'y, yaxshimi bo'lib yurasan, men shu bilan hozir bo'lmayapti-yu, supurmayapti-yu. Desa, "Bunday qilamiz. Men teatrda o'qiganman xotin. Buni yo'li bor. Qanaqa yo'li bor?" desa, "Ikkalamiz borib, kelinni derazasini oldida supurgun talashamiz" debdi. Qaynona borib supurayotgan ekan, choli kelib, "Yo'q, xotin, senga uyat bo'ladi, uyat bo'ladi. Shuncha kelinlar turganda, qizlar turganda, niyat qilib kelin olgansan, senga uyat bo'ladi. Supurgin menga ber." Supurasi, voy, erkak kishi shuncha kelinlar turganda, supursiz uyat bo'ladi. Menga bering supurginasi. Menga bering. Talashasa kelinimda derazani ochib, "Oyijon, adajon, kelishvasinglar bo'lmaydimi? Navbat-navbatdan supuraveringlar" demiş qo'ydi. Ayollarimizni telefoniga pul soling, 3 kunga yetmaydi. Dadasi paynet qilib yuboring. Kecha soldim-ku xotin. Qarzimga olib qopti deydi. Qachon qarz bo'lgan ekan bu? Bir kun bir joyga shoshilib turibman, xotinim bir ayol bilan yarim soat gaplashsa bo'ladimi? Aytdim, jahlim chiqib ketdi. "Yomon ko'p gapirasan" dedim. O'zi shoshib turibman dedim. "Kim bilan gaplashaymi-chi" dedim. Desam, "Voy tavba, baqirmang, nima baqirasiz? Qayerdan bilay men, adashib tushib qopti" deydi. Adashib tushadiganlar ko'p oldin adashib qoladi. To'g'risi telefon qilmadi. "Alo, Nargiz." Desa, "Aka, bu Nargiz telefoni emas." Qo'yib qo'ygan ekan. Ba'zan telefon. "Alo, Nargiz." "Aka, asabim buzmang. Bu Nargiz telefoni emas bu. Boshqa telefon qilmang." Qo'yib qo'yib, yana telefon. "Alo, Nargiz?" "So'y, menga qara. Asabim buzma meni. Telefonni o'ynama, bu Nargizning telefoni emas bu." Desa, "Aka, uzr. Bu 406-17-83 mi?" Desa, "Yo'q, bu 406-17-84" desa, "Ya, qo'shningiz akani shunday chaqirib yuboring, iltimos." Shu darajada qarang, hayotimizga kirib ketib qoldi shu so'tuv telefonlar. Qarang, inson o'zi yaratgan narsaga o'zi mahliyo bo'lib qolsa-ya. Hattoki ota-onadan, yaqinlaridan, jigarlaridan telefonda hol-ahvol so'raydigan bo'lib ketdi odamlar. "Alo, oyijon yaxshimisiz, dadajon yaxshimisiz" deydi. Qaysi ota-ona bolasiga "Kasalman" yoki "Ke bolam, ko'rgim kelyapti seni" deydi. Bolamni shu ishdan qolmasin, yo'ldan qolmasin deb ota-ona dardini ham ayta olmaydi.
Ota-onadan ham telefonda hol ahvol so'raydiganlar ko'payib ketdi. Ha borib, yuz ko'rib, hol ahvolini bilib, dard hol so'raganga nima yetsin? Mehr ko'zda degan gaplar bor. To'g'rimi? Mana mash konsertimizni ham 15 kundan keyin uyda yotib olib telefonda ko'rsanglar bo'lardi. Lekin jonli ko'ramiz deb, jonli muloqotni sog'inib, konsertni sog'inib, tashrif yurganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Jonli-da baribir. To'g'rimi? Bir-birimizni ko'rib turibmiz. Salomat bo'linglar iloyim. Mana bu ishani tugadimi? Tugadimi? Ikkinchi fasli ham bor ekan. Serial desa biz ayollar televizorga bog'lanib qolasizlar. Xotin televizor serial ko'rib o'tirsa, er qo'yonchida yuradi. Bemalol. Nonushta qilmaganmiz, obed ham qilmaganmiz. Ko'rib olavering. Bemalol. O'sha payt xalaq qilib qo'ying. Siz futbol ko'rgansiz, men xalaq qilaman. Chun serial er bolalardan yur bolam, chekin chiq. Onang serial ko'rib olsin, yur. Boshqa xonaga chiqib ketyapti. Ayollar serial desa, maylo. O'zingizlar ham o'ynaysizlar shu serialda. Roli bor ayollarimiz mana shu yerda. Yo'q, men tushunmayman. Ishaniga achinib yig'layapti. O'zini qizi ajrashib ketaman deb turibdi bu yoqda. Ishaniga achinib yig'laydi. Lekin men o'sha chet el seriallarini ko'rdim, men ham ko'rdim. Lekin o'sha serialdagi ayollar bilan biz o'zbek ayollarini taqqoslab ko'rsa, bizi ayollar baribir bebaho ekan. To'g'risi. Men ayollarni maqtamoqchi emasman, ular kelib sizlarni ko'rsin kerak bo'lsa. O'rgansin, bola boqishni o'rgansin, erga qanaqa qarash kerakligini o'rgansin. Ularda bolani onasi bilan emizmas ekan. Men bironta serialda bola emizib o'tirgan xotinni ko'rganim yo'q. Sizlar ko'rdinglar? Klara ham emizmadi, Mariya ham emizmadi, Esmeralda ham emizmadi, Gvadelupe ham emizmadi. Men rosa poyladim, bular qachon bolasiga sut berar ekan deb. Ularda bolani ona suti bilan emizish degan gap yo'q ekan. Bolani tug'ilganidan boshlab kasha bilan boqar ekan, iskusiz bilan. Shuning uchun bola ham g'alati-da. Otasini tanimayapti. Esmeraldani bolasi bor-da, Jose Rodolfo degan. 5 yashar bola, uni otasi noma'lum. Jose Armando bolani meniki deydi, hali betini yarmi kuyib ketgan Malaver. Beti kuymay uykiz iloyim. Qora plashga shlyapa kiyib hamon qo'rqitdi bu. U bolani meniki deydi. Esmeraldadan so'rasa, bilmadim, men o'sha payt ko'rdim deyapti. Ha bola ona sutini emmasa, onani qayerdan taniydi? Ona sutidan mehr o'tmasa, sadoqat o'tmasa, otani qayerdan taniydi? Bizi ayollarimizga haykal qo'yish kerak. Haykal. Farzandlarini mayli qarshi cholib yuboringlar ayollarimiz uchun. Men shunchaki maqtamayapman, men har bitta so'zim bilan sifatlab ketyapman. Ayollarimiz, bizi ayollarimiz farzandlarini 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh va hattoki 5 yoshgacha ham ona suti bilan emizib katta qiladi. To'g'rimi? 5 yoshgacha. Bola katta bo'lib qolgan. Ko'chadan futbol o'ynab kiradi, onasiga qarab. Onasi ham Abet bo'ldi, oyijon. Onasi ham nima qoldi menda? 9 ta ko'ka adoy tamom qildilaring mana.
bor qozonda ovqat berib yeb ketaver. Biz ona suti boshqacha-da, oyijon deb qo'yadi. Qarang, o'shaning uchun bizning farzandlarimiz sog'lom, ham ma'nan, ham jismonan yetuk bo'lib katta bo'lishyapti. Chet el seriallarda, kinolarda ko'rayotgan bo'lsanglar, xotinni rashkam qilmas ekan bular. Er xotin restoranda o'tirsa, g'irt bergan erkak kelib, xotiningiz bilan tansiga tushsa maylimi? Siz "Пожалуйста" deb qo'ldan ushlab berib yuboradi. Sizdan xotiningizni chaqirib oling, gaplashib o'tirib turamiz deyman. Bizni erkaklarga shunaqa deb ko'ring. Kechirasiz, xotiningiz bilan tansiga tushsam maylimi? Desa, nima qilsam? Bizni erkaklar birinchi xotiniga qaraydi. Kim bu iflos? Shu xotining voy dadasi men tanimayman, men ish bo'lgan bo'lsa kerak, men tanimayman desa. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi. Kim bu deb senga? Yo'q dadasi rostdan tanimayman. Tanimayman desa, sen nima deding hozir? Sen meni xotinimdan tansiga tushmoqchimisan? Sen yo'q, aka, men shunchaki desa, hali shunchaki tushmoqchimisan. 25 yil yashab hali o'zim tansiga tushmagan xotinim bilan sen tansiga tushmas ketdi mana quvlab. Qaytib kelib xotinni beqirab qulab ketadi ekan. Yomon rash. Erkaklar men ayollar ham yomon rashchi. Qizg'onadi-da. To'g'rimi? Erkaklar xafa bo'ladi. Xotinim rashqchi, xotinim rashq qilaveradi. Oynaga qara. Shunday chiroyli jonon. Qanaqa odamni qizg'anyotganini ko'rib o'zingga o'zing shukrona aytib berasan-ku. Rashq qiladi-da, yaxshi ko'rgandan keyin. To'g'rimi? Dadasi menga xiyonat qilganmisiz yo'qmi? To'g'risini ayting. Xuddi to'g'risini aytadigandek. Er ham xotin, men senga nima xiyonat qilaman? Sen ko'z ochib ko'rgan xotinimsan-ku axir. Xotin desa dadasi to'g'risini ayting. Agar bu dunyoda aytolmasangiz, u dunyoda bo'lsa ham ayting. U dunyoda qarab aytman xotin. Agar dadasi menga bir marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, o'lganimdan keyin qabrim atrofida bir marta aylanib qo'ying. Ruhim bo'lsa ham sezadi. 2 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 2 marta aylaning. 3 marta xiyonat qilgan bo'lsa, 3 marta aylaning. 4 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 4 marta aylaning. Siz eri ham, "Ya xotin, bunaqa gaplarni gapirma. Men boshim aylanib ketadi" dedi. Ya, men hayron bo'lasan, davleniyasi bor ekan-da. Eri xotin muzeyda yurganmish, qarang. Xotin, mana bu Mona Lisani portretini ko'ryapsanmi? Buni dunyoning eng zo'r rassomi Leonardo da Vinci chizgan. Qara, Mona Lisa. Desa xotin ham bunday qarab turib, shu qosh yo'q xotinni nimasi maqtayapsiz endi?" Dadasi. Mona Lisa rasmi bor, qosh yo'q. Xotin bunga rassom ataylab qosh chizmagan. Bu rasmda o'ziga xos xususiyati bor. Bu ayolga yaqinlashsang xursand bo'ladi, uzoqlashsang xafa bo'ladi. Rostdan shunaqa ekan-a? Rassom shunaqa zo'r chizgan ekanda, shu rasmga yaqinlashsa xursand bo'lar ekan, uzoqlashsa shu ayol xafa bo'lar ekan. Yaqinlashsang xursand bo'ladi, uzoqlashsang xafa bo'ladi desa, xotin ham, "Ha, menga o'xshagan ekan-da. Men ham uzoqqa ketib qolsangiz xafa bo'laman. Yonimga kelsangiz pisab ketaman" dadasi. Dadasi buni qo'ying, menga ana burchakda turgan san'at asari yoqdi. Rangi ham to'q qizil, shakli ham juda chiroyli ekan. Men shunaqa to'q qizil rangni yaxshi ko'raman dadasi. Men shuni yasagan odamga men qoyil qoldim desa, eri ham, "Xotin, sekinroq gapir, biroq eshitmasin." San'at asari emas, u agnutoshitel o't o'chiradigan deb yoqadim. Agnutoshitel qo'yib qo'ygan ekan. To'g'ri, xotinini opera balet teatriga boribdi. Xotin o'tirganmiz. "Voy, mana u paypavda chiqib qoldi-yu, dadasi sho'mallab qoladi-yu." Qarang, rosa odobli qiz ekan. Mana oldida o'tirganlar uyg'onib ketmasin deb oyog'ini ichida yuribdi dadasi. Operada bunday qiladi. Qaytib kelgandan keyin, "Xotin, qalay, spektakl yoqdimi?" desa, "Dadasi, endi spektaklni uncha tushunmadim-ku, lekin teatr yaxshi joy ekan, olib borib tursangiz bo'lar ekan." "Nimasi yoqdi senga teatrda?" desa, "Voy, ana spektakl tugagandan keyinchi, haligi tekinga palto tarqatadigan joy bor ekan. 5-6 ta oldim opalarimga, singillarimga." Garderobda hamma kino ketib qoldi-da. Er zaks qog'oziga qara o'tirsa, nikoh shartnomasi bor. Xotini kelib qoldi. "Ha, dadasi, to'y kunimizni eslayapsizmi?"
Yana. Dadasi, nimani qidiryapsiz? Qidiringani. Yo'q, buni amal qilish muddati qani buni amal qilish muddati? Amal qilish muddati yo'q. Ayollarimiz, yufti halollarimiz umrimizni oxirigacha biz bilan birga. Oilam deb, ro'zg'orim deb, bolam, chaqam deb yonib yashnab yashayotgan o'zbek ayoliga ming rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni sevamiz.